Assalomu alaykum, Shahrixon Pichoqning kanalini kuzatuvchilari, sizlarga oshxona nabor ko'rsatamiz. Xudo xolasa navbatdagi yangilik naborimiz. Bunda hali birinchi o'rinda bizda qilingan, boshqalarda qilingani yo'q. Tekstalitdan ishlangan ruchkalar. Ko'rishinglar mumkin oxirigacha. Bu chopqisda bemalol povrakelar salat qilyapti, somsa qilib tashlashyapti, baliqlarni dimlab tashlashyapti. Bu ovqatga qovurish ishlataverasizlar. Terishlaydigan pichoq, qassobchiligi ham bitta qo'yni so'yib maydalab yuborasizlar. Ko'rishinglar mumkin hammasi baquvvat qalin qilib oxirigacha kelgan ruchkalari. Chexollari bilan birga shunday o'rab, sumkacha qilib ko'tarib toqqa olib chiqib ketaverasizlar. Piknikka chiqqanda ham olib ketaverasizlar bemalol. Katta pichoqlari ham bor mana bu yerda. Bo'g'iz pichoq qilsanglar ham bo'laveradi, tarvuz so'ygani ham katta pichoq. Lezvalari nerjavekadan 1 gram zanglab bo'lsa, pullaringizni qaytarib beramiz. Umuman zanglamaydi. Bitta like bosib qo'yasizlar. Birinchi o'rinda kanalimiz rivoji uchun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatini qilib beramiz.